Yeni dam olishga chiqqan xonim Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkiston miqyosida atalmış tarbiyalash markazi nomida qurilgan turmasiga olib ketildi. 1968-yili tug'ilgan boshlang'ich maktab adabiyot o'qituvchisi Rayhongul xonim bu yil 4-oyning 10-kuni dam olishga chiqqan bo'lib, 4-oyning 17-kuni to'yiqsiz o'z uyidan Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketildi. Rayhongulning hozirgacha o'zining va urug' tuqqanlarining chet elga chiqib boqmaganligi ma'lum. Malayziya Bosh ministri Mahathir Muhammad 11 nafar Uyg'urning qo'yib berilishi haqida muxbirlarning savoliga javob berdi. Xitoy kommunistlari boshqa qattiq norozilik bildirgandan keyin tunji qitim bu haqda so'z qilgan Mahathir bu kishilar Malayziyada hech qanday bir xato ish qilmadi, shuni qo'yib berildi dedi. Norvegiya podshohi 5 qarolit Xitoyga olib boradigan ziyoratida Uyg'urlarning vaziyatini surishti qilganligini bildirdi. Norvegiya muxbirlarining o'zidan Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchiliklari va Uyg'urlarni qamab qo'ygan lagerlar masalasini tilga olamsiz degan savoliga qarata, u g'arb davlati bo'lish sifatimiz bilan bu xil ishlarga bak sezgir ekanligimiz bir haqiqatdir. Xitoy bilan dialog olib boramiz. Bu ziyoratda bu masalalarni cho'qim tilga olaman deb javob berdi. Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistondagi bostirishlari uchun texnik shirkatlardan yordam so'radi. Xitoyda faoliyat boshlash uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Google mu bularning biri. Amerika parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Sharqi Turkistondagi ta'qib siyosatiga sherik bo'lib qolish ehtimolligini nazarga tutib, Google'ni ogohlantirdi. Xitoy bilan hamkorlashganlik uchun Trump hukumatining tanqidiga uchirgan Google'ning agar Sharqi Turkiston musulmonlarining ovozini yo'qotish masalasida asosli prinsiplardan voz kechadigan bo'lsa, tanqid o'qlarining nishoniga aylanib qolganligini ta'kidladi. Xitoy hukumati Dushanba shahrining markazida yangi bir parlament binosi va hukumat universal binosi qurishni boshladi. Tojikiston doiralarining ma'lumotiga asoslanganda, Xitoy parlament binosi qurilishi uchun 1 milliard 500 million yuan ajratgan.